Assalomu alaykum hammalaringizga, hurmatli va aziz mehmonlarimiz, mana shu xonadonimiz hamda sahnamiz markaziga Saidulloda hamda Dilobor opani chaqirib berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Qanday kayfiyatda? Keldingizlar. Sizlar bugungi shikoyatimiz bilan, sizlar bugungi avvalod ayog'ingiz bilan tabriklash maqsadida keling. Assalomu alaykum. Keling yaqinroq. Sizni yaqinlashib kelayotgan hamda sizni bugungi avvalod ayoqlaringiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarni qalbiga kirib kelayotgan mehribonimdan tabrik loyihasi sizlarni qarshilaringizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shikoyat kunlaringiz Saidul aka, agar ruxsat bersangiz, hamma tug'ilgan kun sohiblari, hamma sohibalariga beradigan savollarimizni bugun sizlarga ham bermoqchimiz. Bugun xursandchilik kunlaringiz, shukronat kunlaringiz, yaxshi kunlaringizdan bir kunlaringiz, to'g'rimi? Bugungi mana shu sho'g'ina kunga bizning jamoamiz a'zolarini, mehribonlar tabrik loyihasi ijodkorlaridan kim taklif qildi deb o'ylaysizlar? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizlarning xonadonlaringizda, sizlarning qarshilaringizda turibmiz? Qizlardanmi yoki o'g'illardan? Nechta farzandingiz bor? O'zingiz farzandlarsiz? 4 ta farzand. Hammalar bugun tug'ilgan kuningizga kelganlarmi? Kimlar endi farzandlarni ismlar bilan sanab beramiz? Kattalardan boshlaymiz farzandlarni. Yo'q. Dilobor qaysilar? Bitta qo'llarni ko'tarib qo'yinglar, Dilobor qizlar. Shu yerdalar. Dilso'ra qizlar. Kelganlar, o'sha ham ikkita bo'ldi. Dilso'ra qizlari ham buni kelganlar. Xudo olib ish kerak. O'sha ayrim sabablarga ko'ra ishdalar. O'zini farzandlari jami 4 ta. Endi bugungi mana shu xursandchilik kunimizga bizning komandamizda qaysi farzandingiz taklif qiladi deb bilaysiz? Qizlardan chiqqanmi yoki o'g'ildan chiqqanmi bu taklif? Hamma tashkilot bir bitta. Baribir bittalardan chiqadi-ku. Qarang, qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Bittalarni. Sizni qaysi farzandingiz ko'proq yaxshi ko'radi? Taxtdan ko'ramiz. Dilobor opa, mayli bu savolga javob bera olmadilar. Sizdan eshitmoqchiman. Sizlarni qaysi farzandlaringiz ko'proq yaxshi ko'radilar? Muhriddin akam yoki qizlar komandasimi? Xudoga shukr, hammasi bir shu o'g'lim qizlarim hammasiga qilganim uchun barchalardan qaytsin, baxtli bo'lsin, barchalar huzurli yursin, baxtimga jon jigarlarim hammasi sog' bo'lsin. Lekin bugungi mana shu xursandchilik kuniga bizning komandamizdan bir nafar farzandlarimiz taklif qilganlar. Qaysi birlari? Yurakka yaqinda, alohida bo'lib ajrab turadigan farzandlaringiz qaysi birlari Saidul aka? O'g'illarimiz endi yo'qlar. Qizlarchi? Qizlar endi bitta boshqa berish kerak. Bugungi mana shu xursandchilik shukronat kunlaringizga bizning jamoamiz a'zolarini hozir ismdan sanab o'tgan barcha farzandlaringiz taklif qilishgan bitta qarsachani qo'yamiz farzandlarni tayyorlagan syurprizlarga. Bugun dadajonimizning tug'ilgan kunlari. Xudo xohlasa bir necha kundan keyin onajonimizning shukronat kunlarini nishonlaymiz. Bugungi mana shu shodona kunlarda biz farzandlarni dadajonimiz hamda onajonimizga o'zimizdan bir kunlik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarni ko'taringlar. Yaxshi ko'rishimizni aytinglar. Ko'proq quvonch ulashinglar. Otajonimiz hamda onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamaymiz.
charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa surpriz, mana shunaqa kayfiyat hamda quvonch ulashishdan charchamaymiz deb aytib farzandlarimiz. Xursandmisiz Sadir aka? Kayfiyatingiz ozgina ko'tarildimi? Nima gaplarimiz bor farzandlarimizga? Oldimizda turgan qizlar hamda Toshkent shahrida bo'lib turgan Muhriddin aka farzandimiz bizani mana shu kameramiz orqali kuzatib turibdilar. Nima gaplaringiz bor? Farzandlarim hammalarning fikri bilan saodat yashasin, farzandlarim bo'lsa suhbat olsin, farzandlarim yo'qdi. Kelinim bilan o'g'lim Qo'shaqar farzandlarim hammalari Qo'shaqar. Bilan borga shukur. Roziman. Qarsakchiliklarimiz farzandlarga berilgan to'ylarga, global qadam farzandlarga atalgan qanaqadir gaplar bo'lsa marhamat sizdan ham eshitamiz. Hammasiga rahmat. Yaxshi kunlarga doim birga bo'laylik. Hammalaringizga hurmat qilib kelganlaringizga rahmat. Sizlar ham ishlaringizga omad. Doim bo'lsin, doim yaxshi kunlarga, xursandchilik kunlariga bahslashganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Bachalarim hammasi birga yaxshi ko'raman hammasi. Qarsakchiliklarimiz farzandlarga bildirilgan tilaklarga bugun biz ham bir narsadan juda ham xursand bo'ldik. Qarang, mehribon farzandlar tomonidan otajonlar hamda onajonlarga shunday mehr ko'rsatilibdi. Farzandlar tomonidan dadajonlar hamda onajonlarga shunday bir e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga farzandlaringizni hammalari bilan faxrlanib, mag'rurlanib yurishlaringiz kerak. Bugun farzandlarga bergan ta'lim-tarbiyalaringizni hammamizni oldimizda yana bir marta farzandlar isbotlashdi. Shu bilan birgalikda bugun sovg'alarga to'lib toshib kelganmiz. Saidul aka, oldimizda turgan qizlar hamda Toshkent shahrida bo'lib turgan Muhriddin aka farzandimiz tomonidan ajoyib jamlanma kiyganmiz. Jamlanmamizda ostki qavatida joy namozimiz bor. Yuqori qavatida Qur'oni Karimning maxsus suralari, farzandlar tushirgan kitoblarimizdan, qo'shimcha jihozlarimizdan kiyganmiz. Ushbu kitoblarimizdan tilovat qilganlarimizdan, joy namozlarimizda, namoz o'qiganlarimizda oldimizda turgan farzandlarimizdan duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash zavqimiz yanada ortadi. Ushbu sovg'ani ham farzandlar nomidan gulduros qarsaklar bilan televiziorlarga qo'shilamiz. Rahmat. Farzandlar nomidan xalq bo'lamiz. Rahmat. Onajonimiz ham bugungi sovg'alar bilan tabriklashdan xursand qilib qo'yinglar deb farzandlar aytdilar. Muhriddin aka nomidan ham ajoyib tabrik kelgan guldoshlarimizni ham gulduros qarsaklar bilan onajonimizga topshirib qo'yamiz. Farzandlarimiz nomidan qabul qilib olasiz. Bugun ushbu xonadonimiz markazida Saidul otani xursandchilik kunlari. Bir necha kunlardan keyin turmush o'rtoqlari Dilobir ham shukrona kunlarini nishonlaymiz. Ruxsatlaringiz bilan birinchi so'z navbatini farzandlardan eshitamiz. Davronbay, keling katta qizlar, assalomu alaykum. Davronbay, yaxshimisiz? Sizning ham farzandlaringiz bor, opajon? Nechta nafar farzandingiz bor? 4 nafar farzandni ona sifatida kamolda turib katta qilyapsiz. Oson emas ekan bu farzandlarni katta bo'lish. Qancha mehnatlar, qancha mashaqqatlar hamda sinovli kunlar orasiga farzandlaringizni katta qilyapsiz. Sizni farzandlaringizni hamda sizlarni voyaga yetkazishda dadajoningiz bilan onajoningizni beminnat xizmatlari bor, to'g'rimi? Bugun ushbu xizmatni qaysi gaplar bilan oqlaymiz? Qaysi gaplar bilan bugun dadajoningiz hamda onajoningizni yaxshi kutishimizni aytib, rahmat aytib qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Onajon, dadajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Huzurlaringizga xush bo'lsin. Doim vaqtingizga sog' bo'linglar. Nabira, adiralarning to'ylarini ko'rib yuringlar. Hamisha yaxshi kunlarimiz bilan birga o'tsin. Yaxshi ko'raman sizlarni. Qarsaklarni qo'yamiz. Navbatdagi farzandlari Dilsoda qizlarni ham mana shu sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Dilsoda keling, marhamat. Assalomu alaykum.
taomlarga hammalar xush kelibsizlar. Onajonim, dadajonim doim boshimizga sog' bo'lsinlar. Doim farzand nabiralarimizni to'yini ko'rib yursinlar. Ikkovlarini ham juda yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Olqishlab qo'yamiz. Kenja farzandlarim, Dilshod aka keling marhamat. Assalomu alaykum. Sizlar ham ajoyiblardan qanday tilishchoqlar bilan dadajoningiz hamda onajoningizni xursand qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga. Onajon, dadajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'linglar. Nabiralaringiz, abiralaringiz to'yini ko'rib yuringlar. Baxtimizga sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Onajon, dadajon. Sizlarni yaxshi ko'raman deb aytlar. Qanchaga arziydi bosh qo'yamiz. Rahmat. Kelinglar, bugungi tug'ilgan kunini kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida 3 kecha sanab farzandlar tomonidan tayyorlangan ajoyib shirak tortimizni ham topshirib qo'yamiz. Mehmonlarimiz bizga yordam berishadi. Kelishingmi? 1, 2, 3. Bittalar tortlarimiz hamda sog'lomlashga yordamlasizlar. Bugun ushbu xonadonimiz markazida ajoyib shukona shodona tavqalot ayollar xursandchilik kuni, yaxshi kunlardan bir kunlar ruxsat bersangiz keyingi so'z navbatini kuyovlar hamda kelinlardan eshitamiz. Maylimi? Assalomu alaykum Tug'ilganlaringiz iloyimiz yoshlarga kirishsinlar. Shu farzandlarni bizdan boshimizga sog' bo'lsin. Oyijon va shularni birini bir iloyim yaxshi kunlar ko'rayapsizlar. Nima deymiz? Tabriklaymiz hammasizni. Iloyim ana shunday yaxshi kunlarni ko'rayapsizlar. Baland yaxshi ko'raman bularni. Qarsak chalib qo'yamiz bo'lgan ajoyiblarga. Rahmat. Kelinlari Maftunapani ham sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Keling marhamat. Assalomu alaykum. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz. Mana shu bobojonlar hamda buvijonlarni xursand qilish maqsadida nevaralari Ruxshona hamda Rayhonani ham taklif qilib qolamiz. Maxsus ajoyib she'rlar tayyorlab qo'ygan ekanlar. Qani, bolalar? Mayli, yana bitta kuyovlar qolib ketdi. Ismlariga Aslinaga kuyovlar. Keling, Aslinaga assalomu alaykum. Yaqinroq keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. O'yin kunlar bilan tabriklayman. Shu aytilgan yaxshi tilaklarga qo'shaman. Umrlar doim uzun. Sog' salomat, baxtimizga doim sog' bo'ling. Qarsak chalib qo'yamiz. Dardni dard deb bilmagan bobom, qalbi sira silmagan bobom, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan bobom, loydan turi chiqmagan gohi, bizlar sira aytilmas ohi, so'zlarimga xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan bobom, bolam
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'raqinga mehmonlar. Bo'larim bilan tabriklayman. Umr tilayman. O'ziga yo'l ishlayapman. Yaxshi bilan farzandlar ketsa, yaxshi tilaysizlar. Rahmat. Hozir aytganimizdek mana shu farzandlarni duo qilishdan charchamasalarimiz bularni sizlarga mana shunaqa surpriz, mana shunaqa kayfiyat hamda quvonch ulashdan hech qachon charchamanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yasajon. Sog' bo'ling doim. Apamizdan baxtli bo'ling. Achalar boshingizda sog' bo'lsin. Shu nima deymiz, siz umringizni belgilab qo'yamiz. Bu bergan umr ko'ring. Doim xushxursand ko'raysiz. Averalan tayga qo'l yuring. Rahmat sizlarga. Shu bilan birgalikda bugungi xursandchilik kunini kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida Dilobar opa Saidul aka ajoyib ikkita ayiq-palonlarimiz olib kelganmiz. Qaysi ashulaga bugun sizlar boshlig'ingizda raqsga tushamiz. Dilobar opa, Saidul aka qaysi ashulaga? Otajonlarimiz hamda onajonlarimiz haqida maylimi? Faqat o'zlaringiz bosh bo'lish sharti bilan kelinglar hammalaringizni erta qahramonlarimiz ishtirokida raqs talab qilamiz.